Xo'p azizlar, bir xursand qiladigan, bir xafa qiladigan gapimiz bor. Xursand qiladigan gapimiz o'tganga qo'ygan videomizda kim eskichadan og'risa, ya'ni ruhiy og'risa deb gapirgan gapimizni ko'pchilik aytibdi, Qur'on eskicha emas. Albatta bu narsa bizni xursand qiladi. Haqiqatda Qur'on eskicha emas. Buni juda yaxshi bilamiz. Xafa qiladigan narsamiz aynan mana shu Qur'on eskicha emas deb xuddi o'zini Qur'onga ahli yetadigan odamdek qilib ko'rsatib, ahli Qur'onni hurmat qilishni bilmaydiganlar. Bular bizni xafa qiladi. Eskicha emas deb yozyapsiz. Bu yozishingiz bizni xursand qiladi. Lekin mana shu yozayotganlarda aksari haqorat qilib yoki boshqa qo'pol so'zlar bilan yozyapti. Shunaqa Qur'on eskicha emas, juda yaxshi bilamiz. Lekin siz Qur'onga o'zingizni Qur'onga ahli yetadigan qilib ko'rsatyapsiz-da, ahli Qur'onni hurmat qilishni bilmayapsiz. Siz qanaqa odamsiz? Siz munofiqmisiz yo boshqamisiz? Bilmadim.